endi navbat birinchi usul sinab ko'rishga va bizga ko'rsatilgan birinchi usul bo'yicha bizga mana bunaqa o'yinchoqlar kerak bo'lar ekan. Va biz Pikachuni tanladik. Pikachu. Va bilasizlarmi, bu o'yinchoq bilan hozir biz nima qilamiz? To'rtta sham yoqib, o'rtasiga mana shu o'yinchoq qo'yar ekanmiz. Va undan keyin qanaqadir internetda ko'rsatilgan joduli so'zni o'qib, ichiga tipa pichoq tiqsak, bunda qanaqadir noodatiy holat bo'lishi kerak ekan. Va bo'lmasa ana endi buni sanab ko'ramiz. O'ylashim ChatGPT aldamaydi va hamma bo'lmasa ana endi qo'rchoq chekka qo'yib turib, oldin mana bu biz olib kelgan shamlarni ochib olamiz. Eng qizig'i shamlar yurakchalik. Buni jillaga aloqasi yo'q. Ana endi mana shamlarni bitta yurakcha va ana endi bu shamlarni yoqib olamiz. Bila, yonmayapti. Okey, bu hozir tepa yomg'ir bo'layotgani uchun, shamol bo'layotgani uchun bo'lamiz. Va ana endi ikkinchi marta yoqishga urinib ko'ramiz. Va qo'lim kuyapti. Bila, qo'lim kuydi. Ikkinchisini ham yoqib olamiz. Eng qiziq o'rtoqlar, qancha shunaqa video olgan bo'lsam, eng men qo'rqadigan joyim mana shu shamlarni yoqish. Xo'sh, o'rtoqlar ko'rib turganlaridek biz hamma shamlarni yoqib oldik va ana endi o'rtasiga mana bu o'yinchoqni qo'yamiz. Mana. Bila, o'sha strashni ko'ryapti. Va ana endi men internetdagi so'zlarni o'qib pichoq siqishim kerak. Bilmayman to'g'risi nima bo'ladi. O'ylashim bo'yicha hech bo'lmaydi. Hamma, qani berchi. Va endi hozir o'sha so'zlarni o'qib pichoq siqishim kerak. Bu so'zlar, xo'p, o'qishga boshlayman. Vitae aeternum nom timebo mala memento mori sic sit gloria mundo. Bila pichoq kirmayapti ichiga. Stop. Degan qizilib ketdi. Lekin yaqinroq-a? Bila hazillashsalam. Bila. Ha? Yo'q. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Bu yaqinroq-a? Buni o'zini oldingmi? Nima bu? Jinnusizlar? Bitta shamka o'zim o'chiraman. Yaqinroq-a? Bu kraska-yu, to'g'rimi? Orqasini kimdir ochibdi-yu. Qaysi biring qilding bilayapti? Isos Allah qilgan so'zlar. Bu jinnusizlar, jin chaqirib boshqacha mumkin emas. Qaysi biring? Lekin xo'p, okey. Tan olaman. Boshlanish bo'yicha 3 sekund tipa buni tiqomin qizil chiqdi-yu. Bo'lib qoldim. To'g'risi ichimda ozgina. 3 sekunddan keyin tushundim, что bu qon rangi emas, qon to'qroq rang bo'lishini. Va hozir shunda o'xshamadimi? Jin chaqirish usuli. No, men afsuski Pikachuimiz zararlandi. Va bo'lsam ana endi birinchi usul sinab ko'rdik va ko'rdinglar, na easy o'tdi va ichidan qon chiqdi. Va o'ylashim bo'yicha ikkinchi usul bundan jo'ska bo'ladi. Bilay, lekin tasavvur qilinglar, keyingi usul tepa qovimizda atakoy dot kimdir. Ikkinchi sinov. Va endi navbat ikkinchi usul sinab ko'rishga. Va bu ikkinchi usulda bizga o'sha insujinslar, internetda shunday yozilgan, insujinslar bizga sirli usul bilan qanaqadir znak berishga harakat qilar ekan. Va hammalar bu usulni sinab ko'ramiz, ko'p gapirmaymiz. Mana bu kraska. Bu kraskaga hozir men qo'lim botiraman va qo'limni pechatini mana shu oq qog'ozga qo'yaman. Va undan keyin mana shu shamni qo'limga ushlab yoqib, internetda ko'rsatilgan o'sha qo'rqinchli so'z aytib, shamni o'chiraman. Shamni o'chirganimdan keyin restga mana bu oq qog'ozni tashib qo'lim qo'ygan pechatimda qanaqadir xatomi, yozuqmi, xolos qanaqadir bilan ular bizga qanaqadir nimadirdan darak bermoqchi bo'lishar ekan. Okey, hozir tekshirib ko'ramiz. Prosta eng yoqmayotgan tarafi bu mana bu kraska orqali qo'limni qora qilishim. O't, mana qo'lim qora bo'ldi. Va ana buni pechat qilishim kerak. Hoppa, mana. Ana endi buni olaman. Xo'p, ana endi pechatim bor va ana endi ikkinchi qo'limga shamni olaman va shamni yoqolmayman. Qo'lim kraskaga yoqib beringlar. Qo'lim qora bo'lganiga qanaqadir o'zimga notabiiy tuyulyapti. Va ana endi o'sha internetda yozilgan qo'rqinchli so'zni aytishim kerak ekan. Bu bilmayman, nimaga ChatGPT biz o'zbekcha gapirishimizga o'zbekcha yozibdi. Shuni aytaman. O'ylashimga o'xshamaydi hammalar. Men narigi dunyodagi o'sha har xil insujinslar bilan bog'lamoqchiman. Agar rostdan ham bor bo'lsa, davayte mana shu qog'ozga ismini yoz. Hop, ana endi sal qaramay turamiz. Dayt 10 gacha sanaymiz. Uyaladimi? 1 2 10. Ana endi qaraymiz. Bitta barmog'ingiz yo'qsin. Yo'q, mana 1 2 3 4 5 ta barmog'im. Yoshmi? Voy, omon deb yozib qo'y. Voy. Bilasanmi? Qo'rqyapti. O'zdi voy, omondasan, bir qo'rqma, sen tepadan tepa. Nodir tushdi deb o'ylayman. Maqsud Krisin. O'rtoq bu maqsad rostdan meni qo'rqitmoqchi. Qarang, o'rtoq bu usulni sanab ko'rdik. Qo'lim to'la kraska, lekin mana qo'lim qora bo'lsa ham qalbim oq. Shu uchun ham sizlar ham oq qalbingizga like bosinglar. Muhammadlar nima bo'lsa ham 3-usulga bu qo'rqinchli usulni ham biz sinab ko'ramiz. 3-sinov. Va ana endi bo'lmasam navbat 3-usulni sinab ko'rishga. Va bu usulda biz vaqtni to'xtatib qo'yar ekanmiz. Lekin men kulyapman. Biriga rostdan vaqt to'xtab qolsa-da, nima qilgan bo'lardilar? Bo't, men agar vaqt to'xtab qolsa, prosta Porsche Carrera'ni olardim-da.
ortiqcha. Va hammayli bo'lsa, endi biz o'sha internetda ko'rsatilgan usulni ko'ramiz. Xo'p, men nimaga bunaqa kulyapman, bunaqa pozitiv ishlashga harakat qilyapman? Chunki men real qo'rqaman, bilaysiz. Chunki anchadan beri bunaqa tashlandiq binolarga kirmayman va to'mini qo'rqitadi. Вот. No, hammayli bo'lmasa biz hozir vaqtni to'xtatib qo'yadigan, ya'ni shunaqa vaqt jinnini nimadir qiladigan tip usulimiz internetda ko'rsatilgan bo'yicha va bu o'xshashiga to'g'ri desam men ishonmayman. Har doim ishonmaganman va shuni o'xshamasligini isbotlash uchun biz tekshirib ko'ramiz. Aytib ketaman, чтобы negativ uchun. No, bunda negativ yo'q, так что просто eslab qolaylik bo'ldi. Xo'p, bu eksperiment uchun bizga kerak narsa bu soat. No, bu ham приkolniy soat, olmali, tuz va mix kerak bo'lar ekan. Boshlang'ichga soatni o'rtaga qo'yib olamiz. Va undan keyin mana shu tuz bilan atrofida yulduzcha chizishimiz kerak ekan. No, o'sha qo'rqinchli yulduzcha. Daydi boshlang'ichga yulduzcha chizib olib, keyin o'rtasiga soatni qo'yaman. Va o'rtada mana shu qo'rqinchli yulduzcha chizildi va aning o'rtasiga mana shu soatni qo'yamiz va aning mix olib o'rtasiga ham suqamiz. Mana bizning miximiz. No, to'g'ri inson har doim mana shunaqa qo'rqinchli narsa qilayotganiga ishonmayman-da. O'sha narsani qilish, yaqinlashgan sari qo'rqib oshib boradi. Agarda okey. Mana shuni olib turib hozir suqamiz. Hozir endi mana shu mixni mana shunga suqishim kerak ekan, shu o'rtasiga. Va undan keyin vaqt to'xtab qolar ekan. Bo'lmasa nimaga shu paytgacha kimdir shunaqa vaqt to'xtatib qo'ymagan? Qutib qo'ylar. Nima hammaylar biz tekshirib ko'ramiz. Yaqinroq ol. Блядь, серьезно? O'rtalam svetimiz o'chib qoldi xuddi. Nima vaqt to'xtab. Naborot kimdir yurayotgandek bo'pti menga. Urganingizdan keyin svet o'chib qoldi-yu, prям. Yo'q, jinni keyin o'shtanchi bilmayman. Men qo'rqaman, bla. Hammayda o'ylashim bo'yicha qani yuraylik sagan. Oy, bulat, ana tekimda turganda ko'ryapti menga, bla. Короче, o'rtalar o'tchimayman, nima bo'pti? No, vaqt to'xtamadi, to'g'rimi? Короче, hozir soat 23:42. Agar 23:43 bo'lsa, demak vaqt to'xtamagan bo'ladi, logично. Lekin aniqdan yomon, xudo haqqi qanaqadir qo'rqinch ovoz ketdi. U bo'ldi, 43 bo'ldi. Demak, vaqt to'xtamadi va bu mif. Ashta kimdir shom bizdan qo'rqitmoqchi bo'ldi. Seriyozno. Shu uchun tashlandi binolarga. Bila. Ну, короче, o'rtalar bu mif ham ishlamadi va o'zani endi navbat 4-tekshirib ko'rishga, mana bu narsani tezroq buzib, mana bu soatdan mix chiqarib olish kerak.